Hozir Instagramda yarim soatga yaqin reels ko'rdim va reelsda asosan oldindan kredit nizolariga oid bo'lgan, ayniqsa Zolotoy Koronadan olingan qarzlar bo'yicha berilgan tavsiyalar yuzasidan bir nechta insonlarning videosi chiqdi va ular aytayaptiki, kreditingiz to'lamasangiz ham bo'laveradi, hech kim sizni qamab qo'ymaydi, jinoiy javobgarlikka tortilmaysiz, hech kim sizni o'ldirib yubormaydi. To'g'ri, hurmatli vatandoshlar, agar koronadan qarzingiz bo'ladigan bo'lsa, hech kim sizni qamab qo'ymaydi, lekin tushunish kerak, kredit bu majburiyat. Huquqingiz bilan majburiyatingiz birgalikda yonma-yon yuradi. Kreditni to'lamaydigan bo'lsangiz, unga qo'shimcha foiz, penallar qo'shilib, fuqarolik tartibida sizdan undirib olishligi mumkin. Sizni qamamaydi, to'g'ri, lekin sizning huquqlaringizni qaysidir bir ma'noda cheklaydi, qaysidir huquqlaringizga taqiq qo'yiladi. Rossiyaga sizni deportatsiya ham qilmas, lekin Rossiya hududidan chiqishingizga taqiq qo'yib qo'yadigan bo'lsa, biznikilar tabiiy ravishda dokument tugagan paytda aeroportga boradi. Chiqarmagandan keyin siz bez dokument ko'chaga chiqasiz, FMS ushlaydi, olib borib qamab qo'yadi. Mana sizga oddiy bitta misol. Buni oqibati. Agar ertaga to'lamaydigan bo'lsangiz, qo'shimcha foiz qo'shilib, 1 so'm olgan bo'lsangiz, 10 so'm bo'lib peshonasiga keladi. Mayli, iplab O'zbekistonga ham kelib qo'ygandirsiz, lekin baribir O'zbekistonda ham undirib olishadi. Mana shular peshonasiga kelgan paytda to'lamang degan insonlarni topa olmaysizlar va aytib o'tmoqchi bo'lgan narsa, majburiyatingiz bormi, majburiyatingizni bajaring, bemalol xotirjam uxlang keyin. Va o'shanaqa insonlarda har kimning gapiga ishonib ketavermaslik kerak. Nimadir muammoga duch kelyapsizmi, o'sha sohani oddiy qilib aytgan asi bo'lgan, mutaxassisi bo'lgan insonga borib murojaat qilishingni tavsiya qilaman.